Shu Alloh bizni azoblaydimi? Shunday buyuk zot bizni kichkinagina odamcha jahannamga tiqib nima qiladi? Biz har sajdada eng kam 3 marta subhan robbiyal a'la deymiz. Ey Alloh, sen oliy pok zotsan deymiz. Bizni azoblaydimi Alloh? Rukuda 3 marta aytamiz eng kamida subhan robbiyal azim deb. Bizni azoblaydimi Alloh? Kechir bizni ey Alloh. Hamma gunohimizni kechirim so'raymiz. Orqamizda gunoh tiqilib yotibdi ey Alloh, kechir bizni. Gunohimizni tinmay istig'for, jamoat istig'for aytib turishdi ey Alloh. Deyishganda Alloh aytadi: "Ushhidukum, sizlarni guvoh qilib aytaman, izzatimga, jalolimga qasamki, hammalarning gunohlarini kechib yuboraman." Hammalarning gunohini kechaman. Kim bo'lsa o'sha vaqtda hammasining gunohini kechaman deydi. Hatto farishtalar aytishadi: "Ey Alloh, ularning ichida shunchaki kirib qolgan bandalaring bor edi, xolos. Ular istig'for aytmayapti desam, meni qavlim o'zgarmaydi so'zim. Ularni ham gunohini kechaman" deydi. Bugun hamma gunoh kechiriladi. Qadr kechasi gunoh kechiriladi. Xatmi oxir inshaalloh